Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga aytmoqchi bo'lgan ma'lumotim ham albatta foydali bo'ladi degan umiddaman. Chunki men tabiiy uy sharoitida qilish mumkin bo'lgan mahsulotlardan, ya'ni o'sha immunitetni ko'taruvchi, yallig'lanishga qarshi davo vosita sifatida foydalanishingiz mumkin bo'lgan tavsiyalar aytishda davom etaman. Bugungi mavzumiz bu oddiy, ya'ni moychechakli choy, ya'ni ramashkali choy. Bu siz bilgan va bilmagan xususiyatlari. Demak, ramashkali choy deyiladi. Birinchi o'rinda asab tizimini yaxshilaydi, stressni kamaytiradi va uyqusizlikka ancha yaxshi yordam beradi. Uni oshqozonchak tizimidagi xususiyatlari ovqat hazm bo'lishini yaxshilaydi, qorin dam bo'lishini kamaytiradi va ichaklar spazmini kamaytiradi. Va eng muhim xususiyatlaridan bittasi, ya'ni shamollashlarga, yallig'lanishga qarshi yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Antioksidant xususiyati juda yuqori hisoblanadi va u immunitetni ko'tarib, sizni tanangizni kurashuvchanligini yanada oshiradi. Mana shu ramashkali choyni miqdori bilan doimiy iste'mol qilib yurish siz va farzandlaringiz uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Rahmat hammaga.